Assalomu alaykum madridistlar. Video emasgina uzunroq bo'lishi mumkin, lekin sizlar uchun juda ham foydali video bo'ladi. Oxirgacha ko'rib turing. Real Madridda navbatdagi 4 ta uchrashuv haqida sizlarga ma'lumot berib o'tib ketaman. Demak, videoni boshlaymiz. Jamoamiz Real Madrid ertaga 16-sentyabrdan 17-sentyabrga o'tar kechasi tungi soat 00:00 da Bernabeu stadionida Fransiyaning Marsel klubini qabul qiladi. Chempionlar Ligasi birinchi turi. Bu juda ham katta ahamiyatga ega. Real Madrid boshchiligidagi Xabi Alonso o'zini birinchi rasmiy Chempionlar Ligasidagi o'yinini o'tkazadi. Demak, jamoamizga omad Chempionlar Ligasida 16-sari olg'a. Jamoamiz undan keyingi uchrashuvi La Ligada 5-tur Bernabeu stadionida Espanyol, Kataloniyaning Espanyol klubini qabul qiladi Real Madrid. Soat 19:15 da boshlanar ekan bu uchrashuv. Va oradan 3 kun o'tgandan keyin 24-sentyabr kuni, ya'ni 23-sentyabrdan 24-sentyabrga o'tar kechasi tungi soat 00:30 da Real Madrid Levante mehmoni bo'ladi. Bu La Liganing 6-turi bo'ladi. Levantega Real boradi va xudo xolasa g'alaba bilan qaytib keladi degan umiddamiz. Va nihoyat undan keyingi uchrashuv 27-sentyabr kuni derbi bo'lar ekan. Atletico Madridga qarshi Vanda Metropolitanoga Real Madrid boradi soat 19:15 da. Albatta bu uchrashuvlarni hammasini Zo'r TV telekanali olib beradi. Mazza qilib birgalikda tomosha qilamiz jigarlar. Jigarlar, video hali tugamadi. Eng asosiyini aytmanman-ku, jamoamiz Real Madrid 30-sentyabr kuni Qozog'istonga keladi. Qozog'istonliklar bormisizlar? Kommentariyaga bitta Qozog'iston bayrog'ini tashlab ketasizlar. Qozog'istonda Olmataning Qayrat klubiga qarshi o'ynaydi 30-sentyabr kuni. 21:45 da boshlanar ekan o'yin. Xudo xolasa bu uchrashuvni ham birgalikda tomosha qilamiz. Endi jonli bo'lmasa ham jonli ko'rish xudo xolasa nasib qilib qolar jigarlar. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni hech qasd qo'ymanglar, kommentariy yozib ketinglar va o'rtoqlarga jo'natib qo'yinglar. Jamoamiz